Assalomu alaykum hamqishloqlar. Mana maktablarimiz bitti. Dushanba kuni qabul boshlanadi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Ashta hamma fanlar, ingliz tili, matematika hammasidan darslar o'tiladi. Xudo xolasa birinchi xonamiz, bu koridorimiz. Mana o'sha xonani endi buni ko'rganlar biladi qanaqa darajadaligini. Bugun hozir zamonaviy ommaviy doskalarimiz ham zamonaviy. Farzandlarimiz shu yerda o'qib oliy ma'lumotli bo'lsa, biz xursand, biz mahalla xursand. Qishlog'imizni hurmati, avtoriteti bu. Ertaga yoshlarimizni kelajagi bo'lgan, xudo xolasa hamma zamonaviy o'quvchilarimiz bari oliy ma'lumotlarni o'tadi. Qo'ldan kelganicha harakat bizdan yordam qatnashga bor. Kelaverasizlar, dushanbadan qabul boshlanadi, xudo xolasa. Endi oldinlarni chiroyli tozalab qo'yamiz. Xolasa. Bu xonamiz pishiriq bo'ladi. Pishiriqlar yeyiladi xona. Bola och qolganda sekin chiqib yeyilaveradi pishiriqlar. Bo'lmasa bu eski binomiz mana aka. Bu plakatdagi eski holati bu bizning jarayonimiz, u qilingan jarayonlar bular. Bitta o'zi biladi, xalq o'zi qanaqa binoligini.